Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana Bobirnomadagi ishlatilgan ba'zi so'zlar yuzasidan mulohaza yuritamiz. Bugungi so'zimiz zodi bud deb ataladi. Bu so'z Bobirnomada bir necha marta ishlatilgan. Va avvalgi chiqishimizda aytib o'tganimizdek, mahalliychilikning yuqori darajaga chiqishiga ham xizmat qilgan so'zlardan bo'ladi. Mahalliychilik deganimiz nima degani? Bizda doim tortishib ketadi. Bobir Andijonda tug'ildimi, Axsida tug'ildimi? Aslida tug'ilgani farqi yo'q. Men ko'pincha hazillashib aytamanki, Bobir Surxondaryoda tug'ilgan, Chag'aniyonda deb. Endi bu hazil albatta. Bobirning tug'ilgan joyi aniq emas. Bu sohada olimlarimiz o'rtasida anchagina bu 50 yillardan beri deylik akademik, juda katta olim Vohid Zohidov, Yahyo G'ulomov kabi buyuk olimlar Axsida deb atashgan. Endi Axsi poytaxt bo'lgan. Lekin Bobir boshiga tojni esa Andijonda kiygan. O'sha paytda Axsi poytaxt bo'lgan, ya'ni Umar Shayx uni Bobirning otasi poytaxtga aylantirgan. Ba'zi bir olimlarimiz bo'ladiki, tog'asinikiga borgan Andijonga degan shu bir kurakda turmaydigan so'zni ham aytgan, aqlga sig'maydigan so'zni ham, lekin Andijon haqiqatan Bobir yoshligida hokim etib tayinlangan va podshoh sifatida ham Andijonda boshiga toj kiygan. Endi bizni qiziqtirgan so'z zodi bud so'zi. Bu so'zga 2 kun oldin ham duch kelganmiz. Ajoyib olimlarimizdan bittasi men bilan nima deydi, mana shuni so'rab kechki payt ham telefon qiladi. Mana menda nima qaradim, o'qib bering, Müllerning kitobini qaradim deyapti. Endi xo'p, qaragan ekan. Zodi budni so'zi Müller kitobida yo'q, ya'ni 35 mingta so'z berilgan. Zodi bu ham va boshqa zodgoh shunaqa joylar berilgan. Ba'zi olimlarimiz bu so'zni tug'ilib o'sgan yerim deb berishgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, tabdilda. Tabdilga biz alohida qaytamiz hali. Bu tabdilni qayta qilishimiz kerak. Shoshilinchda qilingan. Ya'ni yetarli darajadagi mutaxassislar jalb etilmaganligi ham tabdilni anchagan chalg'itish olib keladi. O'sha chalg'itishning olib kelishi oqibatida hattoki kimsan doktor nauklarimiz ham tabdildan o'xshadi. O'sha yuqorida aytganim gaplarim to'g'ri, bir paytlar aytilgan bu ilgari chiqishlarimizda Bobirnomani o'qiydigan odamlar juda kamdan kam. Shuning uchun ham tabdilga suyanishadi. Mana tabdilda mana shunday yozilgan. Men Sulton Saidxonga barcha navkarlarimni topshirib, barcha so'zimiz boyri o'tgan chiqishda aytib o'tib ketganmiz. Ko'mak qo'shib tug'ilib o'sgan yerim Andijon viloyatini unga bag'ishlab xon qilib yubordim deydi. Endi bu yerda tug'ilib o'sgan yerim degani bu o'sha zodibud ana shu so'zda ishlatilgan. Bobirnomaning o'sha sahifasini ochib qaraymizda uni keyin suhbatimizni davom ettiraylik. Men Sulton Saidxonga boyri navkarlarimni topshirib, ko'mak qo'shib, zodibud Andijon viloyatini bag'ishlab xon qilib yubordim. Ana shunda zodibud so'zi Bobirnomada bir necha marta ishlatilgan. Shahrisabz haqida so'z ketganda ham Bobirnomada Bobir aytadiki, zodibud Shahrisabz deb aytiladi. Ya'niki Amir Temurga nisbatan aytilyaptiki, Amir Temurning zodibudi bo'lgan joy deb beradi. Va shu bilan birgalikda Hindistondagi mahalliy amirlardan biri Salohiddinki deydi. Zodibudi o'sha yerlarni borib ko'rdim deydi. Ya'niki Salohiddin degan o'sha mahalliy amirlardan, ya'niki o'sha yerdagi endi o'rta xitlar bor, musulmonlar bor, lekin Boburga qarshi kurashgan o'sha yetakchi Hindistonlik mahalliy sarkardalardan biri o'shaning zodibud joyini borib ko'rdim deydi. Demak, unga izoh berishga harakat qilamiz. Avvalo lug'atga tayanamiz. Mana shunday lug'atlardan biri eng mashhur lug'at bu Farhangi Farsi Rusi. Rubinchik bosh muharrirligi ostida bu yerda 10 taga yaqin kishi ishlagan. 60 mingga yaqin so'z. Mana shu lug'atda zodibud so'zi aniq berilgan. Birinchi tom ekan, 751 betda zodibud
Biti существование состояние deyapti. Ya'niki borliq, paydo bo'lish va boylik. Endi buni ruscha tarjimada qanday bergan? Qo'limdagi kitob buyuk akademik boburshunos olima Sabohat Azimjonova tahriri ostida, ya'niki mas'ul muharrirligi ostida chiqqan. Bu kitob 93-yil chiqqan bo'lsa, mana shu yerda berilyapti. Подарил мое родовое владение Андиджан и послали его туда ханом deb. Ya'niki родовое владение, ya'niki uning ota bobolarining yeri bo'lgan, tegishli bo'lgan hudud edi. Xuddi shu so'zni ruscha nashrning keyingi nashrida. Yana bitta narsani aytib ketaman, buni kecha ham aytganman. Mana shu yerda Salih juda buyuk olim. E'tibor qiling. Birinchi turibdi. Har qanday tahrir a'zolaridan ham yuqori turibdi. Perevod M. Salih turibdi. Endi ikkinchi kitobni ochamiz. Kazo olimlarimiz bu yerda tahririyat a'zolari va hakozalar. Yo'q, Salih yo'q. Mehnatni kim qiladi-yu, kimlar mas'uldor xotin ko'p. Mana Salih eng oxirida turibdi. Uni nima uchun aytib ketyapman? Keyingi chiqarayotgan boburshunoslarimiz salgina o'zlari kamtarinroq bo'lib, bu albatta keyingi nashrda mas'ul muharrir va Rahmanov negadir o'zidan tepaga qo'yishni lozim ko'rmagan, hatto kitobning oxiriga ham qo'yibdi. Endi Rahmanov tahridagi o'sha hozir yuqorida aytib o'tgan so'zni tarjimasini o'qiymiz. 118-betda ekan. Дал ему отряд и подкрепление. Подарил Андиджан, в котором я родился и вырос. Мое родовое владение so'zi bu yerda boshqacha shaklga kelib qoldi. Nima uchun kelib qoldi? Yana o'sha yuqoridagi mahalliychilik uchun. Endi insof yuzasidan aytganda Salih kim va Rahmanov kim? Osmon bilan yercha farq bor. Birovning haqqiga xiyonat qilish kerak emas. 10 yillar, 15 yillar ilgari mana shu Bobur ensiklopediyasida hozir kimlardir grantlar olib qayerlarda ishlab yuribdi. O'sha ensiklopediyada juda ko'p mana shu plagiator olimlarni ko'rdim. Ko'chirishadi bir-birini, birovning haqqini yeyishadi. O'shanda aytganman. O'g'rini tushunsa bo'ladi. Qorni och qoldi, o'g'irlik qildi. Lekin ilmda o'g'irlik qilganni kechirish kerak emas. Ilgarida o'g'irlik qilganni qo'llarini kesishgan. Afsuski, ilm o'g'rilarini qonunimiz bunga yo'l qo'ymaydi kesishiga. Ana shuni asosida ruschadan to'g'ri tarjima qilib ketishadi-yu, endi tabdilga qaytamiz. Yuqorida ham aytib o'tdim. Tug'ilib o'sgan yerim Andijon viloyatini unga bag'ishlab xon qilib yubordim. Tug'ilib o'sgan yerim deb beryapti. Zodibud endi sizlarning izohlaringizni kutaman. Sababi yuqorida aytib o'tdim. Zodibud deganda Amir Temur Shahrisabzda tug'ilgan emas. Shahrisabzdan uzoqroqda hozirgi Yakkabog' tumaniga qarashli Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Zodibud deganda Amir Temurning ota bobolariga tegishli, ya'ni barloslarga tegishli bo'lgan joy edi. Shuning uchun so'zni o'zlashtirishdan oldin o'ylab ko'rish kerak. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham bularga insof tilaymiz. Faqat men bitta kechirim so'raydigan inson bor, meni kuzatib boradigan. Endi 3 mingdan ortiq juda ham ko'p emas. Mendagi nima deydi, mana shu YouTube kanaliga a'zo bo'lganlar Altiyeva Nodira 1 yil oldin yozgan ekanlar, men shuni o'qimagan ekanman. Shunchalar yaxshisiz. Siz buyuk boburshunos olimsiz. Bu yerda sal mubolag'a qilibsiz. Men endi buyuk emasman. Bu sizga buyuk xalqning unvoni degan. Men xursand bo'laman, albatta. Unaqa so'zlar bilmadim. Hurmatli Altiyeva Nodira, aloqaga chiqing. Mana shu Boburnomadan albatta men sizga yetkazdiraman. Bu mening mehnatim mas'uli. Siz yozgan so'zlardan 1 yil keyin nashr etilgan kitob. Endi Zodibudni to'g'ri Fathriddin Isoqov tug'ilgan yer deb beribdi. Tug'ilgan yer deb beribdi. Odina kuni oyning 17-sida Sujhana degan Salohiddinning Zodbud kentini sayr qilib Chorboqqa tushdim degan misolni keltirib o'tkazgan. Endi baribir buni ustida ishlashimiz kerak. Boburnomani ustida ham,
Bu hozirgi aytganim tabdil endi juda bu tabdillarni endi ishlayapman. Mendan tashqari yana bir kishi ishlayapti. Ular bilan birga ish qilamiz. Mana shu eski o'zimizning qadimiy so'zlarimizni tiklashga harakat qilamiz, to'g'ri ma'nosini berishga va bu yerda endi hozir tabdilni ba'zan qo'limga olgim kelmaydi-da. Bo'ron ismini Purayin qilib tashlagan. Yusuf Zayi deganda, ya'niki afg'onlarning bir qavmi bo'ladi. Xayil, Zayi, bular hammasi afg'onlar urug'ini, qavmini bildiradi. Yusuf Zayini Yusuf Ali qilib qo'yibdi tabdilda. Maladesda, ajoyib odamda bu Vahob akam. Ajoyibligi shundan iboratki, chiroyli gapirishni yaxshi ko'radi-yu, lekin boburshunoslikda hali anchagina akam kitob o'qishlariga to'g'ri keladi. Endi Yusuf Zayi, Yusuf Ali bo'lib qolgani buning va bunga o'xshash yuzlab emas, minglab xatolar borki, buni tuzatamiz. Lekin bunga ham juda ko'p vaqt ketish kerak emas. Bugungi kunda ilm-fan juda ham rivojlangan paytda yoshlarimiz o'rtasida faqat Boburnomaga yopishib olsin demaymiz. Kibernetika, fizika, matematika, boshqa fanlar ham bor. Lekin ma'naviy jihatdan Boburnomani vaqt-vaqtida o'qib turish. Endi buni takror aytaman, sizlarga va'da beramiz. Boburnomaning zamonaviy o'zbek tilidagisi ilmiy tarzda, ya'niki uning ko'rsatkichlari bilan, voqealarga izohlar bilan, sharhlar bilan albatta nashr etiladi. Bizni kuzatib boring. Sizlarning barchalaringizga salomatlik tilayman. Omon bo'lingizlar.